28 bob. Biz qutulib qirg'oqqa chiqqandan keyin bu orolning Malta ekanligini bildik. Orol xalqi bizga intayin yaxshi muomala qildi. U chaqda yomg'ir yig'ib, havo sovuq bo'lg'achqa, ular gulxon yiqib bizni kutib oldi. Pavlus bir bog'lam o'tin terib kelib, o'tqa tashlab edi. Issiqdan qochgan bir zaharlik yilon uning qo'liga yepishib oldi. Yerliklar Pavlusning qo'liga yepishib turgan yilonni ko'rib, bir-biriga "Bu odam jazman bir qotil. Dengizdan qutulib chiqqan bo'lsa-mu, taqdir uning yashashiga yo'l qo'ymadi" deyishdi. Lekin Pavlus qo'lini silkib, ilonni o'tning ichiga otdi. O'zi bo'lsa hech qanday zaxm yemadi. Xalq Pavlusning badanining ishib ketishini yoki uning tuyuqsiz yiqilib o'lishini kutatdi. Lekin birdam kutib, uning hech nima bo'lmaganligini ko'rib, xiyolni o'zgartib, "Bu bir xudo bo'lsa kerak" deyishdi. U yerdan ancha yiroq bo'lmagan joyda orol boshlig'i Publiusning bir parcha yeri bor edi. U bizni uyiga boshlab, chin ko'ngli bilan 3 kun kutdi. Bu chaqda Publiusning otasi to'lg'oq kesli giribtor bo'lib, qizitmasi o'rlab, o'rin tutib yetib qolgan ekan. Pavlus uning hujrasiga kirib, duo qilib, puchsiga qo'lni tekkizib, saqaytib qo'ydi. Buning bilan oroldagi kasallarning hammasi Pavlusning oldiga kelishib, saqayib qaytishdi. Ular bizni hurmatlab, nurg'un sovg'atlarni akilishdi. 3 oydan keyin bu yerdan ketgan vaqtimizda bizni yo'lda lozimliq narsa keraklari bilan ta'minladi. Malta orolida Iskandariyadan kelgan beshiga Rimliklarning qo'shkezak xudolari Kastor bilan Polkusning naqshli o'yilgan bir kema qishlagan edi. Qish faslidan keyin biz bu kema bilan yo'lga chiqdik. Sirakoza shahriga kelib, u yerda 3 kun turdik. Ondan safarimizni yana davomlashtirib, İtaliyadagi Regium shahriga keldik. Atsi janubdan chiqqan shamolning yordami bilan 2 kunda Puteoli shahriga yetib keldik. U yerda uchratgan itqatchilarning taklifi bilan bir hafta turdik. Ondan Rim shahriga qarab yo'lga chiqdik. Rimga kelayotganligimizni xabar topgan Rimdagi itqatchilar bizni qarshılashi uchun Rimdan chiqib 50 necha chaqirim yo'l besib, ba'zilari 3 saroy degan yergacha va ba'zilari texmi yiroq yo'l minib, Appius bozorigacha kelgan edi. Ularni ko'rgan Pavlus Xudoga rahmat aytib, texmi g'ayratlandi. Rim shahriga kirganimizda Pavlusning birli kuzatuvchi lashkar bilan bir uyda turishiga ruxsat qilindi. 3 kundan keyin Pavlus u yerdagi Yahudilarning katibashlarini o'zi bilan ko'rishga taklif qildi. Ular kelganda Pavlus mundaq dedi: "Qarindoshlar, men xalqimizga yoki ajdodlarimizning qolgan an'analarga qarshi hech qanday ish qilmagan bo'lsam-mu, Yerusalimda Yahudilar tarafidan so'roqqa tutilib, Rimliklarning qo'liga topshirildim. Rimliklar meni so'roq tatgandan keyin qo'yib etmoqchi bo'ldi. Chunki menda o'lim jazosi berish tegishlik biror jinoyat yo'q edi. Lekin Yahudilar buningga qarshilik bildirgachga, garchi o'z xalqim ustidan biror shikoyatim bo'lmasa-mu, Rim imperatoriga arz qilishga majbur bo'ldim. Shu sababdan men har biringlar bilan yuz ko'rishish va bu haqda so'zlashish uchun seni bu yerga taklif qildim. Shuni bilishinglar kerakki, xalqimiz kutib kelgan qutqizg'uchiga ishonganligim uchunla bu zanjir bilan bog'lanib, tutqun bo'lib qoldim." Ular Pavlusga: "Yahudiydan sen to'g'ri xat olmadik. U yerdan kelgan qarindoshlarning hech qaysimi sen to'g'riliq biror yomon xabar akamidi yoki yomon gapini qilmadi. Lekin sening fikrlaringni anglab boqmoqchimiz. Chunki sen ta'alluq bo'lgan bu iqlimning hamma yerda qarshilikqa uchrayotganligidan xabarimiz bor" deyishdi. Shuning bilan ular Pavlus bilan ko'rishishga bir kunni belgiladi.
O kuni Pavlus'un tuğan yeriga texmi köp kishi kelgan edi. Pavlus ətigəndin kəşkiçi ulağa Xudoning podshohligi haqida tushundirish berib, Tavrat ham payg'ambarlarning yozimlaridan naql keltirib, ularni Hazreti Aysoning Yahudiylar kutib kelgan qutqizg'uchi ekanligiga qoyil qilishga tirishdi. Uning so'zlariga ba'zilar ishondi, ba'zilar ishonmadi. Ular o'zaro kelisholmay qaytmoqchi bo'lganda, Pavlus ularga mundaq dedi: Muqaddas ruhning ajdodlaringlarga aytgan so'zlari sizlarga to'g'ri keladi. Muqaddas ruh Yashaya payg'ambarga mundaq degan edi: Berib bu xalqqa mening so'zlarimni aytqin. So'zlarimni anglaysizlar, tushunmaysizlar. Qilganlarimga qaraysizlar, ma'nisini uqmaysizlar. Chunki bu xalqning zehni zaiflashgan. Ular quloqlarini etib olgan, ko'zlarini yumib olgan. Undaq bo'lmasidi, ko'zlari ko'ratdi, quloqlari anglaydi, zehni uyg'onib, menga qaytatdi. Menmi ularni saqaytatdim. Ondan Pavlus: Şuna bilishinglar kerakki, Xudoning qutqizishi Yahudi emaslarga berilmoqda. Ular uni qabul qilmay qolmaydi, dedi. Pavlus o'zi ijaraga olgan uyda 2 yil turdi va bu yerda uning bilan ko'rishishga kelgan hamma kishilarni qabul qilib, Xudoning podshohligi to'g'risidagi xush xabarni yuraklik tarqitib, Rabbimiz Ayso Masihga doir haqiqatlarni yetkizdi. Uningga hech kim to'sqinlik qilmadi.